Bosh maslahatchi hazratlari, bosh maslahatchi hazratlari. Iltimos, bir daqiqaga to'xtasangiz. Amon Xudosi sizni panohida asrasin. Ankmahu nomidan ruhoniy kimoniga salom. Amon ibodatingizni qabul qilsin. Men har doim Anob uning xo'jayini Amenhotepga nisbatan sodiq odam ekanligingizni aytganman. Meni e'tiqodimni Fir'avn Amenhotepniki bilan solishtirib bo'lmaydi. Fir'avn yarim xudo maqomiga ega. Qanday qilib u e'tiqodsiz bo'lsin? U va Misr hokimi Putifar ikkalasi ham e'tiqodsiz. Ishonchim komilki, siz uning ibodatxona ruhoniylari va xudolariga hurmatsizlik qilganiga ko'p marta guvoh bo'lgansiz. Shunday emasmi? Ha, biroq tanlagan xudolari bilan istagan tarzda so'zlashishi mumkin-ku. Bu hurmatsizlik sanalmaydi, e'tiqodsizlik belgisi ham emas. Ular bizdan farq qiladi. Xudolar ham bir-birini yo'q qilishga haqlimi? Shunday demoqchimisiz? Bu imkonsiz. Yana bir narsadan bexabarsiz. Amenhotep Putifarga ibodatxonaga hujum qilishni va Amonni yo'q qilishni buyuribdi. Shuni eshitdingizmi? Bunga ishonmayman. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Amenhotep hech qachon bunday buyruq bermaydi. Buyuk kohin Aniqmahu hech qachon yolg'on gapirmaydi. Buni o'zidan eshitishingiz uchun uni huzuriga olib borishim mumkin. Agar bu rost bo'lsa, Amon ularni qattiq jazolaydi. U allaqachon Putifarni jazoladi. Endi Amenhotepning navbati. Tez orada qolganlarga ham gal keladi. Putifarning rafiqasi Zulayho va Kanonli qul o'rtasidagi janjal haqida eshitganmisiz? Ha, Putifar va uning rafiqasi Amon tomonidan la'natlangan demoqchimisiz? Shubhasiz. Bu ish Putifarni odamlar orasida obro'sini keskin pasaytirdi. Agar xohlasangiz, men sizni bosh ruhoniy Aniqmahu yoniga olib boraman. U sizga bor haqiqatni aytib beradi. Bunga ishonavering. Bu meni eng katta tilagim. Albatta kelaman. Juda yaxshi. Biroq hozir Aniqmahu bu yerda emas. Qaytib kelishi bilanoq sizni uni oldiga olib boraman. Bundan xotirjam bo'ling. Yuzarsif pok inson. Zulayho ancha vaqtdan beri unga ko'z tikib yurganini eshitganman. Ko'p bora u bilan birga bo'lishni istagan ham. Ammo Yuzarsif o'zini tiygan. Bu taklifni qabul qilmagan. Nihoyat o'tgan kuni ularni birga ko'rishibdi. Butun shahar bu haqida gapiryapti. Ha, shunday. Misr podshohining suyukli xonimi qanday qilib shunday ish qilishi mumkin? Hech ham tushunmadim. Putifar Zulayxoni o'ldirishi kerak edi. Odamlar uning Yuzarsifni sevib qolganini gapirib yurishibdi. Yuzarsifning ismi zikr qilingan paytda uni yuzi oqarib ketdi. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'zing yaxshi bilasan, ko'ngiliga buyruq berib bo'lmaydi. U Yuzarsifni sevib qolgan. Yuzarsif uni sevgisini qabul qilmagach, Zulayxoga alam qilgani aniq. Shunday ekan, g'azablanganda. Yuzarsifning oriyati tahsinga loyiq, ammo hech bir qul o'z bekasiga itoatsizlik qila olmaydi. Bu haqiqat. Zulayxo kabi go'zal xonimni aytmasa ham bo'ladi. Hech qisi yo'q. Biroq Zulayxoni bunday qilishiga Putifarning niyati sabab bo'lgan deb o'ylayman. Qanday qilib? Kimoni ismli ibodatxona kohillaridan biri bugun men bilan gaplashdi. Uni gapiga qaraganda, Amenhotep va Putifar ikkalasi Amonga bo'lgan ishonchni yo'qotgan, ibodatxonani buzib tashlashmoqchi. Putifarni sharmanda qilish uchun xudolar Zulayxoni shu holga solgan demoqchimisiz? To'g'rimi? Men ham senga o'xshab ishonmadim. Asl haqiqatni bilish uchun Kimoni bilan bosh ruhoniy Ankmahu huzuriga kirmoqchiman. Shu voqeaga aniqlik kiritish uchun boraman. Hozir sen uyga bor, saroyga qaytishim kerak. Bora qol. Nil jonlanib, o'simliklar yana unib chiqishni boshlaganida, mening izdoshlarim o'limdan keyin hayotga qaytishlari mumkin. Bu mening sizga amrimdir. Jasadlaringizni mumyolang. Shunda hayotingiz davom etadi.
va o'lim hayotingizni tugata olmaydi. Sizning jasadlaringizni tuproqda 1000 yil davomida saqlayotganimga guvoh bo'lmadingizmi? Meni mamnun qiladigan qullarimga shunday marhamat ko'rsataman. Qurbonliklar, ehsonlaringiz bilan meni rozi qiling. Ibodatxonamni qimmatbaho sovg'alar bilan to'ldiring. Shunda men sizni oxiratda abadiy qilaman. Marhamat ko'rsataman. Didixoti, men Amon-Ra, xudolar shohi, shubhali qarashlarni ko'rdim. Va men sizning ko'zlaringizdagi bo'shliq va ishonchsizlikni o'qidim. Bugun sizni kechiraman. Ammo bundan buyon sizning o'g'rincha va pinhoniy qarashlaringiz o'limdan boshqa hech narsa bilan jazolanmaydi. Men uzr so'rayman. Iltimos meni kechiring. Men xudolar shohi Amondan kechirim so'rayman. Meni kechir. Meni kechiring. Marhamatingizni dariq tutmang. Barchangizga baraka, boylik va abadiy hayot beraman. Men hozir dam olish maskanimga chiqaman. Dam olish orqali xizmatkorlarimni boshqarish va qo'llab-quvvatlash azobini yuvaman. Boshqa kuni xizmatkorlarimga rahbarlik qilish va butun dunyo ishlarini boshqarish uchun o'zimni tayyorlayman. Amon sizdan, uning izdoshlaridan mamnun. Ibodatxona va uning rohiblarini aslo unutmang. Sovg'alar va qurbonliklar bilan Amonni xushnud aylang. Hazrat, men Amenhotepni maslahatchisi Apob bilan suhbatlashdim. Unga Amenhotep va Putifarni e'tiqodsizligi haqida aytdim, lekin u bunga ishonmadi. Sizdan haqiqatni eshitishim uchun uni huzuringizga olib kelishga va'da berdim. Uni albatta yonimga olib kel. Amenhotep jazolanishi kerak. Uning sulolasi Misr tarixidan yo'q qilinishi kerak. Uni olib keling, tushunarlimi? Putifar Amon tomonidan la'natlanganiday, Amenhotep ham la'natlanishi kerak. Amringiz bosh ustiga. Demak, hazratim ham Yuzarsif va Zulayxo mojarosidan xabardor ekanlar-da, a? Ha. Men buni Padiamondan eshitgan edim. Zulayxoni qilgan ishi Amon ibodatxonasi uchun sharmandalik. Biroq Putifar bu sharmandalikdan qutulib qolmasligi kerak. Zulayxodan ham bu gunohi uchun hisob so'raladi albatta. Putifarning sharmandaligidan keyin navbat Amenhotepga keladi. Amenhotepni yo'q qilgandan so'ng Amonning boshqa dushmani qolmaydi. Bu janjal haqida butun shaharni xabardor qiling. Putifarni obro'sizlantirish kerak. Odamlar uni qandayligini bilishlari kerak.
Ularga aytingki, Misr qudratining ramzi Putifar o'z saroyida ishlarni boshqarishni notanish odamga omonat topshirgan. Hatto xotinini ham ishonib qo'ygan. Hammasini ko'ra bila turib sukut saqlaganding. Notanish odamni o'z saroyining hukmdori etib tayinlagan kishi begonalarni mamlakat hukmdori etib tayinlamasligiga kim kafolat beradi? Odamlarga Putifarni quli e'tiqodsiz deb ayting. Ularga Amenhotep, Putifar, Amon va Amon ibodatxonasini yo'q qilishni xohlashlarini ayting. Biz odamlarni uning hukmronligiga qarshi ko'tarilishiga undashimiz kerak. Putifarga ertaga uning saroyiga borib, u bilan bu masalada gaplashishimni xabarini bering. Bosh ustiga, hazratim. Putifar Amonga dushmanligi uchun albatta badalini to'lash kerak. Bu xonadan tashqarida nimalar bo'layotganidan xabardormisiz? Nima demoqchisan? Nimadir bo'ldimi? Yuzarsif bilan o'rtangizda bo'lgan ko'ngilsizlik faqat saroyga emas, butun shaharga ovoza bo'libdi. Har bir tafsilotni bilishadi, xonimim. Qanday qilib? Ularga kim aytdi? Agar men o'sha odamni topsam, uni yo'q qilaman. Bilmayman. Ikkitadan ortiq guvoh bo'lgan har qanday ishni sir saqlashning imkoni yo'q. Men bunday kunni bashorat qilgandim. Bu voqeaga guvoh bo'lganlar ovoza qilib yuborishni taxmin qilgandim. Bu yerda Tama va Tamini, Yuzarsif, Stepanen. Yuzarsif bunday ish qilmaydi. Lekin hamma bu haqida biladi. Ushbu xabar butun shaharga tarqalib ketgan. Butun shaharga sharmanda bo'ldik. Hamma sizni behayo, buzuq ayol sifatida tilga olyapti. Shaharni behayo, maishatparast mashhurlari endi hamma narsani unutib, nomus haqida gapiradigan bo'lib qolishdimi? Bunga ishongim kelmayapti. Zulayxonning nomini tilga olishga qanday haddi sizda? Bekorga odamning yomon nomi chiqquncha joni chiqsin deyishmagan. Endi kir yuzlarni tozalash uchun Zulayxoga tuhmat qilishdan foydalanishadi. Ularga asl basharasini shunday ko'rsatib qo'yamanki, uyatdan boshini ko'tara olmaydi. Agar ulardan birortasi meni o'rnimda bo'lganida, ular bundan ham yomonroq sharmandalikka qo'l urganini isbotlayman. Hatto bosh ruhoniy Anhumahuga ham xabar berilgan. Aytishlaricha, u juda darg'azabmish. Xudolar menga rahim qilsin. Ishonchim komilki, u bu yerga meni kamsitish va jazolash uchun keladi. Taxminingiz juda to'g'ri, xonim. U bugun bu yerga yetib keladi. Uni qarshisiga qaysi yuz bilan chiqaman? Ey buyuk Amon, menga yordam ber. Anahmahu bundan juda xursand bo'ldi degan. Ha? Faqat xursand bo'ldilargina emas, Oliy janob Anahmahu bu yerga tashrif buyurmoqchilar. Yaxshi. Marhamat qilsinlar. Uni mamnunlik bilan kutib olamiz. Ketishingiz mumkin. Ko'p kutib qolmang. Men ibodatxona rohiblari va Anahmahuday tangri dushmanini saroyimda qabul qilishim va uning xiyla nayranglariga toqat qilishim kerak. Qanday toqat qilay bunga? Qanday? Agar senga bo'lgan buyuk sevgim bo'lmaganida qattiq jazolangan bo'lar eding. Agar shunchaki xotinim bo'lganingda, seni jallodga topshirib yuborgan bo'lardim. Lekin sen hukmdorning rafiqasi hisoblanasan. Amonga sig'ina turib shunday qilding. Uni ham aldaganing uchun qurbonlik qilishing va afv tilashing lozim. Yaxshi. Seni kechiraman.
Umid qilamanki, Amon ham seni kechiradi. Shunda ko'ngling xotirjam bo'ladi, shundaymi? Yuzarsif hazratlariga salomlar bo'lsin. Senga Allohning salomi bo'lsin. Nima gap? Nima bo'ldi? Xo'sh, gapir. Xabarlar unchalik yaxshi emas. Zulayho bilan o'rtangizda bo'lgan o'sha voqeani hamma gapirib yuribdi. Boshqa ishi qolmaganday bu hodisani turlicha talqin qilish bilan ovvoralar. Zulayho tuyg'ularni nafsiga taslim qildi. Ana shu osiy nafsi uni halok qiladi. Faqat nafsini jilovlay olsagina qutulishi mumkin. Yuzarsif hazratlari, Zulayho aqlli, go'zal ayol. Qanday qilib uni tuzog'idan qochib qutula oldingiz? Men undan emas, do'zax olovidan qochdim. Noyob, go'zal sevgiga ega bo'lgan kishi Zulayhoga yoqmaydi. Qiyomat azobini ko'rgan kishi esa Zulayhoni jahannam olovidan boshqa hech narsa deb. Yuzarsif hazratlari, bu yopiq eshiklarni ochilishi va chaqaloqni gapirishi haqidagi hikoyalar, ular qanday sodir bo'ldi? Ba'zilar sizni sehr qildi deyishyapti. Ularning barchasi Xudoning xayrixohligi tufaylidir. Ba'zi lahzalarda u meni o'z holimcha qoldirgan deb o'yladim va Zulayhoning qilmishidan oldin yolg'iz edim. Lekin o'zim ko'rdimki, Alloh meni bir zum ham yolg'iz qoldirmagan va u meni doim kuzatib turadi. Ta'zim qilmagan bu beadab yigit kim? Yuzarsif deganlari shu. Putifar qayerda? Hazrat, ibodatxonaga marhamat qiling. U tez orada huzuringizga keladi. Marhamat, hazrat. Putifar hazratlari va rafiqasi Zulayho xonim. Bizning saroyimizdagi kamtar ibodatxonaga Misrning buyuk ruhoniysi Aniqmahuni nima yetaklab keldi? Amon juda darg'azab. Dushmanlari uni oyoq osti qilmoqda. Zulayho,
Sen Amon ibodatxonasini ma'budasi va Misrning eng buyuk xudosini sig'inuvchilaridan birisan. Nega bunday sharmandalikka yo'l qo'yding? Nega uni obro'sini asramading? Siz Hamonni dushmanlaridan biri bo'lgan yigitni sevib qoldingiz. U ibodatxona ruhoniylari bilan bir necha bor janjallashgan. Nima bundan xabaringiz yo'qmidi, ha? O'zingizni xudosini hech kim bilmaydigan notanish odamga taklif qilib, siz Amonni begona xudo oldida kamsitingiz, oyoq osti qildingiz. Amon ibodatxonasining ruhoniylari sifatida bu sharmandalikka toqat qilishimizni kutganmidingiz? Agar siz Misr hukmdori Putifarni xotini bo'lmaganingizda og'ir tarzda jazolangan bo'lar edingiz. Nima demoqchisan? To'g'rirog'i qaysi yuz bilan gapirmoqchisan? Men o'zimni himoya qilish imkoniyatini so'rayman. Ankmoxu hazrat bunga ijozat beradimi? Eshityapman, gapir. Agar menga bir necha kun vaqt bersangiz, aybsizligimni isbotlayman. O'zing sabab bo'lgan bu sharmandalikni qanday qilib yuvmoqchisan? Men ham tuhmat qilgan yaramaslarni og'zini yopmoqchiman, Hazrat Ankmoxu. Yaxshi. Qani ko'ramiz nima qila olarkansan. Amonni oyoq osti bo'lgan obro'yini hech narsa qayta tiklay olmaydi. Aniq Mahuni achchiq kinoyalari bilan yuragimga to'kilgan bu zaharli sharobni unga sen taqdim qilding. Aks holda u va Padiamon uyimda xuradigan kuchuklardan ham battar bechora holda edilar. Karimomo, Biror amringiz bormi? katta ziyofat uyushtiring. Barcha zodagonlarning rafiqasini taklif qiling. Ularni ajoyib sovg'am bilan hayratda qoldiraman. Meni chaqirgan ekansiz. Biror amringiz bormi? Sendan bir iltimosim bor. Ertangi ziyofat uchun eng chiroyli liboslaringni kiyishing kerak. Seni chaqirganimda esa huzurimga kirib, oldimga mevalarni qo'yishingni xohlayman. Bu iltimosimni qabul qilasanmi? Muammosi yo'q. Siz nima desangiz shu. Ketishing mumkin. Mehmonlarni har biriga yumshoq ko'rpa va yostiqlar qo'ying. Ularni rohatda va mazza qilib o'tirishini istayman. Ularga eng yaxshi taomlar va ichimliklar bering. Ko'plab apelsinlarni va har biriga berishga juda o'tkir pichoq tayyorlab qo'ying. Putifar hazratlari, gapirsam bo'ladimi? Nima gap? Gapiraver. Siz o'ylagandek axloqsiz emasligimni isbot qilmoqchiman. Menga imkoniyat berasizmi? Gunohingni oqlash o'rniga uni tan olishga va xatti-harakatlaringni tuzatishga harakat qil. Ko'p narsa so'ramayman. Ertaga bayram zalidagi parda ortida bir necha daqiqa turishingizni va voqealarga guvoh bo'lishingizni iltimos qilaman. Qanday voqealar? Men o'z oriyatimni misrlik xonimlar tomonidan tiklashga qaror qildim.
Shu iltimosimni qabul qilasizmi? Yaxshi, roziman. Minnatdorman. Avvaliga men uning taklifini qabul qilishni xohlamadim. U to'g'ridagi janjalni hisobga olsak, ziyofatida qatnashish yana bir janjalga aylanishi mumkin. Ammo erim Padiamon bu yig'inda qatnashishimni talab qildi. Men ham kelishni xohlamadim. Lekin qiziquvchanlik ustun qildi. Nima bo'lishini bilishni juda yaxshi ko'raman. Men bu yerga faqat Yuzarsifni ko'rish uchun keldim. Zulayxoni o'ziga shunchalik maftun qila olgan yigit kimligini ko'rmoqchiman. Yuzarsif bu yig'inga kelishini qayerdan bilasiz? Agar chiqish yo'li bo'lganida qochgan bo'lar edim. Bu shaytoniy ziyofatda bo'lish g'oyat azobli. Misrning ulug'lari va zodagonlari. Bugun ushbu bayramda o'tkir pichoq va apelsinning yupqa po'sti oramizda hukm qiladi. Sizlardan iltimos, men ishora qilishim bilan apelsinlarni oling. Bu maxsus bayram. Buning sababini keyinroq bilib olasiz.
Aziz mehmonlar, apelsinlardan tatib ko'rishingiz mumkin. Yuzarsif ichkariga kirsin. U haqiqatdan ham kelishgan va chiroyli. Hech qachon bunday xushsurat yigitni ko'rmaganman. U inson emas, u go'zallik ma'budi. U barcha xudolar kabi juda go'zal ekan. Sizlar meni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lgan qulni ko'rdingiz. Men unga ega bo'lishni xohladim. Lekin u g'ururini saqladi. Sizlar uni faqat bir marta ko'rdingiz, lekin juda hayratga tushdingiz. Ammo men uni har kuni ko'raman. U har kuni mana shunday ko'z o'ngimda bo'ladi. Meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz? U dunyoviy qiyofada tasvirlangan bir farishtadir. Ehtimol, u yer yuzidagi samoviy nurdir. Go'yo samoviy mavjudot quruqlik shakliga ega bo'lgani kabi. Balki u odamlar kabi kiyingan xudolardan biridir. U xudolardan biri. Odamlar unga sajda qilishlari uchun yerga tushgan. Xudolar tomonidan Zulayho albatta oqlanadi. Yuzarsif oddiy inson emas. Shuni bilish kerak. Sizlar bema'ni gaplarni gapiryapsiz.
Endi esa sizlardan so'rayman. Bunday malak qiyofasidagi xushsurat kimsa yelkasida malomatni ko'tarib yurishi to'g'rimi? Maftunkor yuzli farishta odobli odamni orzu qilish noto'g'rimi? Sizlar hali ham menga tanbeh berib, behayo deb ataysizmi? Yo'q. Siz aybdor emasligingizni tan olamiz. Biz Misr ayollari siz haqingizda noto'g'ri gapiribmiz. Mana shuni isbotlamoqchi edim. Ey Robbim, barcha gunohkorlarning gunohini mag'firat qil. Meni shaytonlardan qutqar. Bugungi bayramning sababi shu edi. Endi ketishingiz mumkin. Men hamma narsaga guvoh bo'ldim. Tushuntirishga hojating yo'q. Qanday xulosa qilmoqchisan? Xulosa sizga ayon emasmi? Juda aniq. Yuzarsifni ko'rganlarida bilmasdan qo'llarini kesib tashlashgani, senga ham o'zingni Yuzarsifga taqdim qilish haqqini berganini aytmoqchimisan? Sen o'zingni kelib ana shu ayollar bilan tenglashtiryapsanmi hali? Ular ham senga o'xshagan. Sen ham ulardan qolishmaysan. Nega o'zingni pokiza ayollar bilan solishtirmaysan? Meni xabarimni Yuzarsifga yetkazish uchun Misrni bir nechta ayollarini toping. Xonimim, bu ko'ngilsizlikka chek qo'ysangiz, o'zingizga yaxshi emasmi? Biz sizning kelajagingiz va Putifar harakatlarining obro'sidan xavotirdamiz. Bu sizlarga tegishli emas. Darhol xabarimni Yuzarsifga har qanday yo'l bilan olib boring. Unga aytingki, u meni xohishimga bo'ysunish kerak. Aks holda men uni kishanlab xor qilaman. Unga ayting, Zulayxoni obro'sini to'kkani uchun boshlagan urushida oxirigacha kurashaman. Sizningcha bu vazifaga qaysi ayol mos keladi, xonim? Qayerdan bilaman? Yuzarsif bilan gaplashishga jur'ati yetadigan har qanday ayol mos keladi. Ey Robbim, agar bu ayollarning hiylasini bartaraf qilmasang, ular qo'ygan tuzoqqa tushadigan bo'lsam, men yo'qotganlardan bo'laman. Bu adolatdan emas. Zulayho siz uchun oltin bilan badal to'lagan va sizni ko'p yillar davomida tarbiyalagan. Unga bo'ysunmaslik va unga nisbatan shafqatsiz bo'lish adolatsizlikdir. Sizni bu itoatsizligingizni kishan va zindondan boshqa hech narsa kutmaydi. Zulayxoning xohishlariga hech qachon berilmasligimga amin bo'ling. Agar unga itoat qilsam, qudratli Allohga osiy bo'lgan bo'laman. Yaxshi. Unda ikkimizdan birimizni tanlang. Bizning xohishimiz shubhasiz Zulayxonikidan ham kam emas. Bunchalar yuzsiz sizlar. Men bekam sifatida qarzdor bo'lgan Zulayxo xonimga gunoh qilish uchun itoat qilmasam, sizga begonalarga Sizni bo'ysunamanmi? mehrli va yoqimli yuzingiz, mehribon yuragingizdan dalolat beradi. Sizni muxlislaringizni bunday xafa qilish adolatsizlikdir. Agar xayrsiz istagingizni yana bir bor takrorlasangiz, men hurmat qilishni to'xtataman va sizlar bilan boshqacha gaplashaman. Aftidan Yuzarsif hazratlari o'zini har qanday jazoga tayyor deb biladi, shundaymi? Na biz, na Zulayxo xohishimizdan voz kechmaymiz. Kerak bo'lsa,
Yuzarsif hazratlarini zindonga tashlab jazolashimiz mumkin. Bu Zulayho xonimning sovg'asi. Payg'ambar qilib yuborilgan kishi nafs hiylalariga aldanmaydi. Abadiy va qudratli bo'lgan Robbim yaratgan humo qushi samolarga ko'tarilar ekan, qarg'alarning tuzog'iga aslo tushmaydi. Yuzarsif hazratlariga salomlar bo'lsin. Hech qachon menga ta'zim qilma, Mimisabu. Men bunga ko'nikib qolganman, Yuzarsif. Uzr so'rayman, menga bolaligimdan buyuk insonlarga ta'zim qilishni o'rgatishgan. Hamma ta'zim qilish kerak bo'lgan buyuk men emasman. Albatta u ta'zim qilishga loyiq. Xo'sh, nima gap? Hech narsa. Men nima demoqchi edim o'zi? Nimani aytmoqchi edim? Ha, esladim. Xonangizni tark etayotgan ayollar Zulayxoning yoniga ketganini aytmoqchi edim, hojam. Bu tabiiy. Ularni Zulayxo xonim meni unga bo'ysunishga majbur qilish uchun yuborgan. Ular muvaffaqiyatsizligi haqida xabar berish uchun ketishgani aniq. Aytgancha, Mimisabu, ushbu ro'molchalar nima uchun ekanligini bilasanmi? Nega ularni tashlab yubordingiz? Ular sevgi belgisidir. Odamlar kimgadir sevgisini ko'rsatmoqchi bo'lganida, ularga bu ro'molchalarni berishadi yoki yuborishadi. Lekin siz ularni yerga tashladingiz. Qaniydi, kimdir menga ham mana shunday ro'molcha yuborsa edi. Bilaman. Tushundim. Men ketishim kerak. Mayli, shundoq ham aytadigan gapim qolmaganda bo'pti. Ketyapman, hazratim, ammo go'zallarga bunday muomala qilib bo'lmaydi. U hech qanday hiylaga bo'ysunmaydi. Agar u tosh bo'lganida, men uni yumshatgan bo'lardim. Lekin uning qalbi toshdan-da qattiqroq ekan. Barcha harakatlarimiz behuda. Uni hech ham ko'ndira olmaymiz. Xo'sh. Nima qilishim kerakligini taklif qilasiz? Boshqa yo'li yo'qmi? Yuzarsifni zindonga tashlash kerak. Bu yagona yo'l. Zindon? Balki o'sha vahimali joyda sizning qadringizga yetar. Zindonning qanday yomon joy ekanligini ko'rib, shubhasiz sizga itoat qiladigan bo'ladi. Lekin bunday qila olmayman. Zindon uni mendan uzoqlashtiradi. Siz o'zi bu qaysarning itoat qilishini xohlaysizmi yoki yo'qmi? Bu faqat oddiy jazo. Uning o'jarligini yengish uchun vaqtincha qamash kerak, shu? Zindon ko'ndirishni yagona yo'li. Taslim bo'lganda yana uni ozod qilamiz. Yuzarsifni 7 eshikli xonaga chaqiring.